Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Donald Trump Livandagi sulhni buzilish sababli Netanyahuni la'nati telba deb ataganini tasdiqladi. Meningga shunday deganman. Uning Livan bilan tinmay urushayotgani meni biroz g'ashimni keltirayotgan edi. Men bundan doim g'azabdaman. Bilasizmi? Men buni to'xtatishimiz kerakligini aytdim, dedi AQSh rahbari. Netanyahu Trampning gaplariga javob qaytardi. Ahil oilalarda ham kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu jurnalistning Tramp sizni la'nati ahmoq deb atadi degan gaplariga ba'zida hatto eng ahil oilalarda bo'lgani kabi bizda ham shunday kelishmovchiliklar yuzaga kelib turadi. Biz doimo ularni hal qilish yo'lini topamiz, deya javob berdi u. Ertalabdan vaqtlashishimiz mumkin. Tushdan keyin esa yana umumiy rejalar asosida harakat qilayotgan bo'lamiz, deya qo'shimcha qilgan Netanyahu. Isroilga nisbatan nafrat kundan kunga ortib bormoqda. Ular biz o'zimizni himoya qilayotganimiz uchun yomon ko'radi, dedi Isroil bosh vaziri. Zelenskiy urushni tugatish uchun Putin bilan uchrashishga tayyorligini aytdi. Men dunyodagi barcha urushlar tugashini va shundan keyingina bizning navbatimiz kelishini kutib turgandan ko'ra, ushbu urushga tezroq chek qo'yish uchun Putin bilan uchrashib, to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib borishga tayyorman, dedi Ukraina rahbari. Zelenskiy ballistik raketalar Rossiyaning ushbu urushdagi oxirgi argumenti ekanligini aytdi. Ballistik raketalar Rossiyaning Ukrainaga qarshi ushbu urushdagi oxirgi argumenti va biz ularga nisbatan yetarli javob topishimiz shart. Bizda hozircha ish beradigan yagona va mutlaqo sinalgan vosita bor. U ham bo'lsa AQShning patriot tizimlaridir, dedi Ukraina rahbari. Ukraina xalqaro forum ochilish kunida Sankt-Peterburgga dronlar bilan hujum uyushtirdi. Xabar berilishicha, hujum xorijiy tadbirkorlar va delegatsiyalar tashrif buyurishi kutilayotgan Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining ochilish kunida sodir bo'ldi. Ukraina dronlari hujumi natijasida Rossiya shimoli-g'arbidagi eng yirik neftni qayta ishlash majmualaridan biri bo'lgan Peterburg neft terminalida yong'in chiqqan. Bu eksport uchun neft mahsulotlarini ko'chirish terminali. Ushbu terminal neft mahsulotlarini eksport qilishda ishlatiladi. Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Ukrainaning Sankt-Peterburgga bergan zarbasi javobsiz qolmasligini aytdi. Rossiyaning Ukraina qurolli kuchlari tomonidan mintaqalarga uyushtirayotgan hujumlarga javoblari tizimli xarakterga ega bo'ladi va allaqachon shunday xarakterga ega. Maxsus harbiy amaliyot aynan Rossiya mintaqalariga zarbalar bo'lmasligi uchun davom etmoqda, dedi Kreml matbuot kotibi. NATO bosh kotibi e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Alyans bosh kotibi Mark Rutte 3-iyun kuni kutilmaganda Ukraina poytaxti Kiyevga keldi. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Mark Rutte bilan uchrashdi. Yevroittifoq Armanistondan Rossiya bilan diniy ruhiy aloqalarni uzishni talab qilmoqda. Rossiya tashqi razvedka xizmatining bildirishicha, Yevropa ittifoqi Armanistonning yevro integratsiyasi uchun shart sifatida Rossiya bilan ko'p asrli diniy ruhiy aloqalarni butunlay uzishni talab qilyapti. Shu munosabat bilan yevropalik mulozimlarga Armaniston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar tarixi Yevropa ittifoqi tarixidan beqiyos darajada qadimiyroq ekanligini eslatib qo'ymoqchimiz. Birodarlik xalqlarimizning ruhiy diniy rishtalari har qanday siyosiy texnologik loyihalardan ko'ra chuqurroq va mustahkamroqdir. Bu rishtalar ko'p narsalarni boshdan kechirgan va o'z madaniy tarixiy o'zligidan allaqachon voz kechgan, asl ildizini unutgan Yevropa ittifoqi rasmiylarining hujumlaridan ham shubhasiz ustun keladi, deyiladi bayonotda.
Kiril Budanov Areshnikni shunchaki namoyish quroli deb atadi. Menimcha Areshnik va shunga o'xshash tizimlar haqida ko'p bosh qotirish kerak emas. Chunki ular shunchaki namoyish uchun ishlatiladigan ko'rgazma qurollaridir, dedi Ukraina rahbarining ofis rahbari. Estoniya o'z hududiga uchib kirayotgan barcha dronlarni aniqlash va urib tushirish imkoniyatiga ega emas, dedi mamlakat bosh vaziri. Biz har doim va har joyda barcha dronlarni payqay olishimiz hamda ularni joyda urib tushirishga qodir bo'lishimizga umid qilmasligimiz kerak, dedi u. Slovakiya rahbari Ukrainaning Yevroittifoqqa qo'shilishi uchun urush tugash shart ekanligini bildirdi. Ukrainadagi nizoni diplomatik yo'l bilan tugatish ustuvor vazifa bo'lishi lozim. Bu Kiyevni Yevropa ittifoqiga a'zolikka yaqinlashtiradigan real qadamlar haqida gapirish uchun asosiy shart bo'lishi kerak, deb ta'kidladi Slovakiya rahbari. Ukraina droni kecha ertalab Sankt-Peterburgga uyushtirilgan zarba vaqtida Finlandiya qo'ltig'ida suv sathidan bir necha metr balandlikda uchib o'tdi. Ukraina kuchlari Sankt-Peterburgda Rossiyaning Boyki raketa korvetiga zarba berganini xabar qildi.